Assalomu alaykum tarmoq ustasi kanali obunachilari. Kanalga xush kelibsiz. Yangi ijoddan so'ng mavzusi juda ham ikki xil usulda ikki xil kinobotni ochib ko'rsatamiz sizlar bilan. Kanalga yozib oling. Mana shu sahifani ustiga bosinglar, Telegram kanaliga o'tamiz. Inshaalloh Telegram sahifamizga kiramiz. Yangi ijod, yangi sahifa. Mana o'zingiz ko'rib turibsizlar. Yuklab olamiz. Ikkalasini ham yuklab olamiz. Ikkalasini ochib ko'rsatamiz sizlarga. Qanaqa bo'ladi, qanaqa hostingga yuklanadi, qanaqa bo'limlari bor, qanaqa qilish mumkin degan narsalarni sizlarga ma'lum etamiz. Bugun bizga birinchi bot pattern kerak bo'ladi, bilasiz. Buni start bosganingizdan so'ng start bosasiz. Birinchi start bosganingizdan keyin Neva bot tugmasini bosasiz. Neva bot tugmasini bosib botga nom qo'yasiz. Kino o'zimiz uchun baribir sizlarga ham ochib ko'rsatamiz, chunki maxsus kino bot nom. Endi qidiruv uchun moslangan nom yozamiz. Kodli bus bot qo'yilgan ekan. Kino kodli ustiga bosib chiziqcha qo'yaveramiz. Inshaalloh mana bo'ldi. Biz uchun token berildi. Endi o'sha Telegram kanaliga kirib olamiz. Bu Telegram kanaliga yuklab oldik adashmasam. Endi mana shu tokenni olamiz, keyin admin ID olishni o'rganamiz. Tokenni birinchi mana shu ilova kerak bo'ladi biz uchun. Quick Editor ilovasini yuklab olamiz, hurmatli do'stim. Quick Editor ilovasini yuklab olgandan so'ng 3 ta chiziqchani bosib, ichki xotiralar bo'limini bosamiz. Download tugmasini bosib, mana shu birinchi kinobotni tekshirish uchun yuklab olamiz. Mana shu IP token degan joyini o'zgartiramiz inshaalloh. Qani hamma uchun maxsus bo'lgan shu Quick Editor bo'lgan tugmani o'zgartirib olamiz. Maxsus bo'lgan. Endi mana shu tugmani bosib, boyagi berilgan tokenni qo'yamiz. Ko'plar biladi. Ko'plar mana shu berilgan tokenni yuklab olamiz. Tokenni hech kimga bermanglar, ko'rsatmanglar maxsus. Biz o'zgartirib qo'yamiz, chunki mumkin emas hech kimga berish, hech kimga ko'rsatish. Admin ID'ni bemalol hammaga ko'rsatish mumkin. Admin ID'ni yozamiz. Bo'lgan. Mana saqlab olamiz, hurmatli obunachilar. Saqlab olganimizdan so'ng bo'ldi. Saqlab oldik. Endi mana shu hostingga kirib olamiz. Kirib olib, menda har doim 20 gigabaytni tavsiya berganman. Birinchi o'rinda men shu papka degan tugmani ochib olib, kino maxsus deb yozamiz. Ikki deb yozamiz. Kino 2. Chunki 3 ham qo'yamiz. Endi mana shu hozirgi yuklangan papkani yuklaymiz. Approve qilamiz. Mana ochamiz.
Mana shu kanal ulashni ham o'rgatib olamiz sizlar uchun maxsus. Biz hozir bot fattinga kirib bizni maxsus kinobotga kirib olamiz. Chunki panel degan tugmani olib olish uchun xalqimiz uchun mana shuni bosib mana shu panelga kirib olamiz. Statistika, uni ko'rinadi, xabar yuborish, hamma narsa ishlaydi. Lekin zaявka shunaqa narsalar ulab bo'lmaydi. Xabar yuborish ham ishlaydi bemalol. Xabar yuborish ham ishlaydi. Maxsus tizimda 1 minutning ichida yuboriladi. Ko'rayotgan bo'lsanglar, sizlarga ham tavsiya berib o'tamiz. Kino yuklaysiz, kinoning nomini kirgizasiz, shunaqa. O'zingizga kerakli bo'lgan hamma narsani yuklaysiz. O'zingizga kerakli bo'lgan (720) kino formatini drama deb yozib qo'yamiz. Ana 0+. Shu bo'ldi. Endi kinoni yuboramiz, bo'ldi. Shu kanal o'limida yuklaysizlar. 2 xilini salgina murakkamroq boshqa botni yuklab ko'rsatamiz. Endi sizlarga ko'rsatamiz endi. Bo'ldi endi. O'zlaringiz ko'rdinglar. Endi tokenni yaramuzga olib, ikkinchisiga kiramiz. 2 xil kinobotni taqdim etdim sizlarga. Ko'rsanglar bo'ladi. Oldin eski kanalimda chiqarganman, lekin o'sha xalqqa to'g'ri keladigan yaxshi kinobot bo'lgani uchun sizlarga tavsiya berib o'tamiz. Ana admin edi. Ana bo'ldi. Ko'rgan bo'lsanglar, mana hostingga kirib olib Kino 3 deb yozamiz. Ana ko'rayotgan bo'lsanglar, o'sha papkani yuklab olamiz. Start. Bu yaxshiroq. Sizlarga tavsiya beraman, chunki keladi sizga. Nechta obunachi qo'shilsa sizga keladi. Statistika bo'limi ishlaydi. Kunlik, haftalik, oylik oddiy foydalanuvchilarga yuboradi. Bittada keladi xabar yuborish, statistika, kino yuklash, bot holati o'chirish, shunaqa hamma tugmasi bo'ladi. Endi sizlar bilan shu bo'ldi. O'zingiz ko'rdingiz, kod orqali ochib olishingiz mumkin. Telegram tarmoq ustasi kanaliga o'tib olib, bemalol botni ochib ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Endi tarmoq ustasi YouTube kanaliga qaytamiz. Tarmoq ustasiga obuna bo'ling, mana shu sutka orqali kirib olishingiz mumkin bo'ladi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, hurmatli obunachi.